Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanal kuzatuvchilari. 4 etajli domimizda ikkinchi etajında 2 xonali jihozlar bilan sotuvga qo'yilgan ekan. Har etajimizda 4 xonadan bo'ladi. Podyezdlarimiz keng. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, Raycenter Eski 39 kollejning orqasida bo'ladi. Bismillah. 2 xonani yurib chiqamiz. Jihozlar bilan sotiladi ekan. Bu döşalib turibdi. Bu yon tarafimizda zal, spalni, sanuzel, chap qo'limizda kuxnya bo'ladi. Bu yon tarafimizda yana girish qismi ikkili eshik ekan. Ul eshikdan qo'yilgan. Girganimiz oyoq telamiz kafel, bu yon taraflar laminat. Girganimiz yana prixorcha mebellarimiz qo'yilgan. Birimizda registrlar tashlab turibdi. Shuni koridor tushgan. Bemalol kelib ko'rasizlar, yurtdoshlar. Chap qo'limizdan tushuntirib boradigan bo'lsak, bu yon tarafimizda mehmonxonamiz. Uni zal tushgan. Oboydan chiqib turibdi. Fotoqlarimiz ham ishlab tuzatilgan. Konditsionerimiz bor, televizorlarimiz o'rnatilgan, perdalarimiz tayyor, registrlar tashlab turibdi. Bu yerda hammasi qiladi. Hamma yer döşalgan. Etajim ikkinchi etaj yurtdoshlar. 4 etaj domimizda ikkinchi etajında 2 xonali video oldirib turibmiz. Kim ma'qul bo'lsa bemalol aloqa chiqaverasizlar. Zalni eshikam, ul eshikdan qo'yilgan ikkili. Bu yon tarafimizda yana spalnis. Spalnimiz ham oboydan chiqib turibdi. Oyoq telamiz laminat bo'ladi. Gidanlarimiz tashalgan. Bu yerimizda mebelimiz ham bor. Bog'cha maktabidan muammo yo'q yurtdoshlar. Bu yerda bilasizlar, radon, politnike hammasi yaqin. 19 yil yurib turibdi. Bu yerimizda sanuzel. Sushulchalar bor, kafeldan chiqib turibdi. Patoqlarimiz yana plastik. Vannalarimiz vannalardan qo'yilgan. Vanna to'ychamiz bir yerda joylashgan bo'ladi. Eshiklarimiz qarasha eshik. Berimizda kuxnyamiz. Kuxnyamiz keng, ko'rib turibsiz, do'konturni katollarimiz bera o'rnatilgan, stabilizatorlar ham bor. Kuxnya mebellarimiz yana tayyor. Patoqlarimiz plastik bo'ladi. Oboylarimiz ham yaxshi oboylardan qo'yibdi ekan. Bemalol kelib ko'rasizlar. Gaz plitka birimizda vitishchi uchun döşler ham bor. Vitishchani qo'yib ulab berish kerak. Hammasi qoladi. Kuxnyamiz keng, yana o'tiradigan ustuviyatni qo'yibdilar. Ularaq yerda olib qo'yganlar sizdan bemalol sig'adi ekan yurtdoshlar. Shunda buni narxini keladigan bo'lsak, yurtdoshlar, narxi 420 million. Kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Sotiladigan uylaringiz bo'lsa, bemalol telefondan sotishlardan beramiz. Bu Husaynboy uja kanalida. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.